Normal va titr konsentratsiyalar. Dastlab normal konsentratsiyani bir takrorlab olsak. Normal konsentratsiya deb 1 litr eritmada erigan moddaning ekvivalent miqdoriga aytiladi. Normal konsentratsiyaning belgisi Cn. Hop, normal konsentratsiyani topish esa Cn taqsim n ekvivalent taqsim hajm v. Bu yerda n ekvivalent miqdor, ya'ni ekvivalent mol, v esa hajm, ya'ni litrda. Xo'p, bu yerda yana bir formula bor. Agar moddaning ekvivalent miqdori emas, massasini bergan bo'lsa, Cn teng hop massa taqsim ekvivalent ko'paygan hajm. Bu yerda berilgan massa bu esa shu ayni moddani ekvivalent qiymati deb qo'yiladi. Xo'p, endi bulardan hajm va ekvivalent miqdori qayerdan topamiz? Hop, bu formuladan hajm topish uchun birinchi formuladan dastlab n ekvivalent taqsim normal konsentratsiya bo'ladi, Cn. Hop, ikkinchi formula bo'yicha hajm teng massa taqsim ekvivalent ko'paygan normal konsentratsiya. Hop, massani topish qanday bo'ladi? Massa teng Cn ko'paygan ekvivalent ko'paygan hajm. Hop, o'zi ekvivalent miqdor qanday topiladi? Ekvivalent miqdor n ekvivalent teng massa taqsim ekvivalentdan kelib chiqadi. Agar biror moddani massasini berib qo'ygan bo'lsa, uni ekvivalent miqdorini topish uchun ekvivalentga bo'lsak kelib chiqar ekan. Hop, bu formulalarni keyingi misollar ishlashimizda ishlatamiz. Hop, endi titr konsentratsiyaga o'tsak. Titr konsentratsiya 1 millilitr eritmada erigan moddaning massasi. Aynan erigan moddaning massasi. Titr konsentratsiyaning belgisi mana shunaqa T harfi bilan belgilanadi. Uni topish m taqsim v. Bu yerda m aynan erigan moddaning massasi, eritma yoki erituvchini emas, erigan moddaning. Erigan modda massasi. Hajm v esa hajm. Hajm bizga millilitr yoki gramda berilishi mumkin. Massa gram debman, millilitr yoki litrda berilishi mumkin. Massa esa gramda beriladi. Hajmda millilitr yoki massani ham har xil beriladi. Misollarda, ba'zi misollarda massani gramda, ba'zini esa milligramda ham berib qoladi. Hop, hajmda litrda berilmas ekan, faqat millilitrda. Massa gram yoki milligramda beriladi. Massani gram yoki milligramda berilishiga qarab titrni o'lchov birligi gram taqsim millilitr yoki milligram taqsim millilitr bo'lib kelishi mumkin. Hop, endi titr konsentratsiya va hajm berilsa massani qanday topamiz? Massa teng titr konsentratsiya ko'paygan hajm bo'ladi. Yoki bo'lmasa hajm bilan titr konsentratsiya berilsa hop, massani topdik. Endi massa bilan titr konsentratsiya berilsa hajm qanday topamiz? V teng hop m taqsim t formulalardan foydalanamiz. Hop, endi misollarni ishlashga o'tsak ham bo'ladi. Hop, dastlab normal konsentratsiyaning misollaridan boshlaymiz. Birinchi masala. 500 ml eritmada 0,3 mol temir 3 sulfat erigan bo'lsa, eritmaning normal konsentratsiyasini aniqlang. Demak,
eritmamizning hajmi 500 millilitr, ya'ni 0,5 litr bo'lgan ekan. Erigan moddaning miqdori esa 0,3 mol. Erigan moddamiz temir 3 sulfat ekan. Xo'p, bizga bu yerda mol berilgan. Hop, normal konsentratsiyani topishimiz uchun esa bizga ekvivalent mol kerak. Hop, men bu yerda o'zim ishlatadigan bir osonroq usulni o'rgatib ketishga harakat qilaman. Shunaqa ekvivalent mol emas, molni o'zini bersa, tepaga mol ko'paygan. Hop, mana bu yerga qaraymiz, qaysi tuzni bergan? Masalan, temir 3 sulfat bergan. Temir 3 sulfat ekvivalentini topish uchun biz nima qilamiz? Uni molyar massasini bo'lamiz temirning valentligi va indeksdagi soniga. Bu yerda temir valentligi 3 ko'paygan, indeksda soni 2. Jami ko'paytma 6 ga bo'lishimiz kerak ekan. Xo'p, endi men o'rgatmoqchi bo'lgan usul shundan iboratki, mana shunaqa mol va hajm berilsa, moddaning ekvivalent miqdorini normal konsentratsiyasini topish uchun normal konsentratsiya teng tepada mol ko'paygan, mana bu molyar massani nechaga bo'lishimiz kerak bo'lsa, ana shu raqamni olib kelib qo'yamiz. Mol ko'paygan, n ko'paygan 6 masalan bunda. Taqsim hajm 0,5 yoki v. Shunday chiqadi. Hop, 0,3 ko'paygan 6 taqsim 0,5 teng bu ikkalasini ko'paytirishdan 1,8, 1,8 ni 0,5 ga bo'lsam 3,6 degan javob chiqar ekan. Demak, to'g'ri javob C. Hop, birinchi masala. 250 millilitr eritmada 24,45 gram sulfat kisloti erigan bo'lsa, eritmaning normal konsentratsiyasini aniqlang. Demak, eritmani hajmi 250 millilitr, ya'ni 0,25 litr. Hop, sulfat kislotani massasi 24,5 gram sulfat kislota. Hop, bunda normal konsentratsiyani topish uchun m taqsim ekvivalent ko'paygan v formulaga qo'ysak bo'ladi hajm. Sulfat kislotaning ekvivalenti molyar massasini 98 ni bo'lamiz, vodorodlar soni 2 ga teng 49 ekan. Demak, 49 gram taqsim mol ekvivalent ekan. Hop, ekvivalent normal konsentratsiyani topish uchun berilgan massa 24,5 ni bo'lishimiz kerak ekan. Ekvivalent massasi 49 ko'paygan hajm 0,25 ga. Hop, buni bo'lsak, hop, buni matematik ifodani hisoblasak, javobimiz 2 degan javob chiqar ekan. Demak, to'g'ri javob B. Birinchi masala. 500 millilitr eritmada 25 gram kalsiy bromid bo'lsa, eritmaning normal konsentratsiyasini hisoblang. Demak, eritma hajmi 500 millilitr, ya'ni 0,5 litr ekan. Berilgan modda massasi 25 gram. Erigan moddamiz bu kalsiy bromid. Hop, bu kalsiy bromid ekvivalentini topib oladigan bo'lsak, kalsiy bromid molyar massasi 200 ni bo'lamiz kalsiy indeksda soni 1, valentligi 2 ga. 1 ko'paygan 2 ga. 200 ni 2 ga bo'lsak, 100 gram taqsim mol ekvivalent ekan. Normal konsentratsiyani topish uchun berilgan massa 25 ni bo'lamiz 100 ko'paygan 0,5 ga. Teng bo'lar ekan. Hop, 0,5 degan son chiqar ekan bundan. Demak, to'g'ri javob B. Hop, endi titr konsentratsiyani misollariga o'tsak. Birinchi misol. 200 millilitr eritmada 6 gram litiy gidroksid erigan bo'lsa, eritmaning titrini aniqlang. Hop, eritma titrini milligram taqsim millilitrda aniqlang deyilgan. Bizga esa gram berilgan. Demak, birinchi
Eritma hajmini yozamiz 200 ml. Eritmada erigan modda massasi 6 gram. Biz esa titrni milligram taqsim millilitrga topishimiz kerak bo'lgani uchun buni milligramga aylantirsak, 6 ni mingga ko'paytirsak 6000 milligram bo'ladi. Hop, erigan modda litiy gidroksid ekan. Endi titr konsentratsiyasini topsak buni modda massasini hajmga bo'lsak, erigan modda massasi 6000 milligramni bo'lsak 200 ga teng. Hop, 2 ni 0 qisqarsa 60 taqsim 2 bo'lib qolar ekan. 60 ni 2 ga bo'lsam 30 milligram taqsim millilitr degan son chiqar ekan. Demak, to'g'ri javob C varianti. Hop, ikkinchi masala. 200 millilitr eritmada 1,5 mol natriy gidroksid erigan bo'lsa, eritmaning titrini gram taqsim millilitrda aniqlang deribdi. Hop, eritma hajmi 200 millilitr. Erigan modda miqdori 1,5 mol va bu moddamiz natriy gidroksid. Natriy gidroksidning 1,5 molini massasini hisoblasak. Hop, natriy gidroksidimiz 1 moli 40 gram taqsim mol bo'lsa, ya'ni 40 gram bo'lsa, hop, 1,5 moli qancha? 1,5 ni 40 ga ko'paytirib 1 ga bo'lsak 60 gram chiqar ekan. Endi titrni hisoblaymiz. Demak, eritmada 60 gram erigan modda bo'lsa, 60 ni bo'lamiz eritmaning umumiy hajmi 200 ga. Nollar qisqarsa 6 taqsim 20. 6 ni 20 ga bo'lsak 0,3 gram taqsim millilitr degan javob chiqar ekan. Demak, to'g'ri javob B. 4-birinchi savol. Titri 40 milligram taqsim millilitr bo'lgan kalsiy bramid eritmasidagi brom ionlarining molyar konsentratsiyasini mol taqsim litrda aniqlang. Xo'p, demak, dastlabki eritmamiz. Eritma hajmi noma'lum, titri 40 milligram taqsim millilitr. Xo'p, bunda men erigan moddaga 1 mol tanlab olaman. Ya'ni eritmada 1 mol kalsiy bramid erigan desam, uni massasi 200 gram. Menda esa titr konsentratsiyada milligram taqsim millilitr berilgani uchun gramni millilitrga aylantirib olsam, 200 ming milligram bo'lar ekan. Endi eritmani hajmini topib olaman. Eritmani hajmini topish uchun M taqsim T formuladan foydalanardik. Demak, massa 200 ming bo'lsa, hop, titr konsentratsiya 40. Nollar ketadi. Hop, 20 mingni 4 ga bo'lsam 5000 millilitr degan son chiqar ekan. Hajm 5000 millilitr degani bu 5 litrga to'g'ri keladi. Demak, eritma hajmi 5 litr bo'lgan. Erigan modda miqdori 1 mol bo'lgan. Hop, bizdan kalsiy bramid emas, undagi aynan brom ionlarining konsentratsiyasini so'ragan. Bu kalsiy bramid yaxshi eruvchi modda, ya'ni yaxshi elektrolit bo'lgani uchun, kuchli elektrolit bo'lgani uchun 100% dissotsiyalanadi desak, kalsiy bramid dissotsiyalaymiz. Kalsiy 2 plus qo'shilgan 2 ta brom minus ionlari hosil bo'ladi. Eritmada hop, shart bo'yicha 1 mol kalsiy bramiddan 2 mol brom ionlari hosil bo'lar ekan. Brom ionlarining molyar konsentratsiyasini topish uchun uning molini 2 molni bo'laman, umumiy hajm 5 litrga. 2 ni 5 ga bo'lsam 0,4 mol taqsim litr konsentratsiyaga ega bo'lar ekan brom ionlari. Demak, to'g'ri javob B varianti.